Qaysi film? Dachami? Dacha. Filmni holati umuman boshqa deb tanqid qilayotgan, ijtimoiy tarmoqda murojaat qilayotganlar ko'p uchrayapti. Kinoni zapret qilish xatoda baribir. Siz unda o'ynagansiz, men siz uchun ko'rgan bo'lishim mumkin. Masalan, oddiy tomoshabin sifatida, lekin oxiri bir tiyinga qimmat deb siz hisoblarsiz. Lekin uni o'zini tomoshabini bor. 30 ming so'mga achindim deganlar ochiqdan ochiq ijtimoiy tarmoqda murojaat bilan chiqyapti. Xo'p, birinchi qadam deb turilibdi-ku, sal yordam beringlar. Endi qachongacha birinchi qadam bo'ladi? Birovga berdingmi tekinga deb, kimgadir qaysi biri savob, qaysi biri gunoh qolsa, birinchi aniqlab olinglar oldin. Studiyamizda bugungi kunda internet platformalardagi eng mashhur film va seriallarda suratga tushgan aktyor Murod Nasimov. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xushvaqt bo'ling. Bu hozirgi men e'lon qilgan e'tirofdan xursand bo'lish kerakmi yoki biroz bu qayg'ulimi? Faqat internet platformalarda, ya'ni siz kabi, demak, kuchli iste'dod egalari davlat film va seriallarida ham o'ynash kerak aslida. Lekin men o'ynayapman-ku davlat. O'ynayapsizmi? Ha, Sehrli Chapaqay, Rustam Sagdiyev rejissyorligida Bedarak degan kino chiqdi. Davlat proyektlari ikkita film. Bor. Bor. Demak, xo'sh, tushunarli. Siz o'ynagan seriallar ommalashyapti va qaysidir ma'noda qaysilardir taqiqqa ham uchramoqda. Gap aybsiz seriali haqida. Nima uchun taqiqqa uchradi deb o'ylaysiz? Men bilmadim. Aybsizda menimcha qanaqa kimnidir zajivat qiladigan narsa bordir. Menga qorong'u rostdan u yog'i. Endi bu yoqda davlat xodimlarining orasida davlat xodimlarini qaysidir ma'noda, demak, ishiga mas'uliyatsiz yoki ishini yaxshi eplay olmaydi degan signal bormi serialda? Signal bor, lekin shunaqa deb qo'pol tushunishganda bizani. U yerda yomon personaj bor, o'sha davlat xodimining ichida turib yomonlik qiladi va xuddi o'sha davlat xodimi geroy darajasiga chiqadi. Ikkita har xil personaj bor. Bilmadim, menimcha qaysidir yoqmagan kimgadir. Ssenarist balki balansi noto'g'ri ushlagandir. Bo'lishi mumkin. Tushunarli. Xo'sh, yana bir ommalashgan butun, demak, ijtimoiy tarmoq, qaysidir ma'noda O'zbekiston yoshlarini diqqatini torta olgan yangi filmda suratga tushdingiz. Qaysi film? Dachami? Dacha. Sizni, demak, mana shu filmga taklif qilishganda ssenariyni o'qib qanday kayfiyat uyg'ondi sizda? Ssenariyni o'zi o'qiganimda как fabula o'qiganman men. To'liq ssenariy o'qimagandim. Sinopsismi? Da, yo'q. Sinopsis ham и fabula ham. Skeletida xullas, mana shunaqa temadi. Bittada yoqqan menga, qiziq bo'lgan. Plashatkada o'sha boshlangan men savollarim. Qanaqadir yuzaki o'tayotganday tuyulavergan menga. Keyin Sunat aka bilan bir 2 kunlab o'ylaganmiz har bitta sahnani. 2 kunlab repetitsiya, topilma, qanaqadir o'sha hammasiz agar kinoni ko'rgan bo'lsangiz, o'ynash ham, raqs ham o'sha yerda kelin ko'ylak, kamera, o'sha osmonga qarab, переходlar hammasi o'sha yerda o'ylab topilgan. Atak ssenariyda yo'q edi u narsalar o'zi. Maydalab ishlamaganimizda balki boshqa kinoga aylanardi. Bundan zo'rroq bo'lardi demoqchiman yoki yomonroq. Aynan shunaqa bo'lmasdi demoqchiman. Nimadan kelib chiqib, film rejissyori bu kartina Netflixga da'vogar yoki Netflix nomidan chiqadi degan bir shunga o'xshash fikrlar bo'ldi. Nimaga ishonib mana shu fikrlar bo'lgani menga qiziq bo'ldi. Endi Sunat akadan so'rash kerak rejissyordan. Harakat ko'ramiz dedik. O'sha biz har o'zi kechqurun ko'rishib turamiz. Siz o'zingiz qoniqdingizmi filmni ko'rgandan keyin? Da, qoniqdim. Qoniqdim, ha. Xato kamchiliklar bor. Undagi rang, operator ishi, hammasi ideal. Sizning aktyorlik mahoratingiz, undagi ijroingiz, shaxsan menda hech qanday e'tiroz yo'q. Lekin, demak, aytilgan, ko'rsatilgan, maqtalgan daraja boshqa, filmni holati umuman boshqa deb tanqid qilayotgan, ijtimoiy tarmoqda murojaat qilayotganlar ko'p uchrayapti. Buni siz ham ko'rgandirsiz. Ko'rdim. Nima degan bo'lardingiz? Ssenarist u yoqda muhim e'tibor qaratilmadi ssenaristga, конечно. Chunki Sunat akani o'zi ssenarist emas, u kishi birinchi o'rinda rejissyor. Period production deydi. Kinoni boshlashdan oldingi bo'lgan podgotovka juda qiyin bo'lgan. O'zi qarz qo'zlar bilan boshlangan. Sunat aka bitta ssenarist o'tirg'izib yozdirishgan, yo vaqti, yo puli bo'lmagan deb o'ylayman. U yoqda o'zi kinoda rejissyura yaqqol ko'rinib turibdi, lekin aynan syujet, arkalari personaji, dramaturgический qonun qoidalar yo'q etdi. Bu ko'p ko'rganmiz. Lars von Trierda, mировой rejissyorlarda prям qonunga tupurgan holda shedevr yaratishadi. U ham birinchi kinolarni ko'rsangiz unaqa emasda, ularda ham birinchisan qonunga
asosan ishlab yorib qo'y, keyin o'zing stilingni topasan degan fikr ham bor o'zi. Xo'sh. Dunyo kinosida. Shuning uchun aytmoqchiman, Sunnat akaning bu birinchi kinosi. Keyingilarida yoki yaxshi ssenarist bilan ishlaydi, yoki собственный o'zini stilini mukammallashtiradi. Lekin sizga alam qilmadimi shunaqa maqtov, shunaqa e'tirof? Siz unda o'ynagansiz. Men siz uchun ko'rgan bo'lishim mumkin. Masalan, oddiy tomoshabin sifatida, lekin oxiri bo'lishi mumkin. Aybdorlik kayfiyati bormi sizda ham? Yo'q, menda. Sizga farqi yo'q. Men oddiy aktyorman aytdi. Har doim shunaqa bo'lganman. Agar o'zim rejissyorlik qilsam, unda to'laqonli javob bera olardim. Xohlagan savolingizga, xohlagandagi atakingizga men oqlana olardim. Yo'q, bu atak emas. Aynan siz ijodkorsiz. Siz zo'r iste'dod egasisiz. Rahmat. Sizni mahoratingiz haqida hech qanaqa bir soniyalik ishonchsizlik yo'q. Hammasi zo'r. Bo'ldi-da. Va lekin siz uchun ko'rgan tomoshabin va o'sha maqtovlar, o'sha e'tirof, Netflixga da'vogar, siz o'sha emotsiyalaringiz, tizerdagi qonli sahnalar, so'yish, otish, pichoqlash, urish, mana shulardan keyin filmni ko'rganlarni kayfiyati va 30 ming so'mga achindim deganlar ochiqdan ochiq ijtimoiy tarmoqda murojaat bilan chiqyapti. Aha, shunaqa. Baribir sizning munosabatingiz bo'lishi kerak bu narsaga. Siz aybdor emassiz deya olmaymiz, siz ham aybdorsiz. Nimaga men aybdorman? Chunki siz uchun o'sha filmni ko'rayotganlar, siz uchun, demak, sizni iste'dodingiz muxlislar, sizni muxlislaringiz, sizni o'sha obrazingiz uchun ham sizni ko'raman deb filmni, demak, xarid qilayotganlar bor. O'z birinchi o'rinda kino unchalik yomon kino emas, hamma darajaga javob beradi. Syujetniy liniyalarda ozgina oqsalishlar bor. Lekin bu aybdor yoki Sunnat akaga tosh otib tashlash yoki kinoni o'zi bo'lmabdi deyishga sabab bo'la olmaydi. Bundan buyog'iga ssenariy o'z birinchi o'rinda. Kerak bo'lsa 3-4 talab men har doim qarshi bo'lganman. Tim bo'li 21-asrda bitta ssenaristga olib qo'yib, sen uni shaxsiyatiga, uni fikrlashiga ishonib kinoni asari topshirishga qarshiman. Men o'ylaymanki, konveyerga olib kel. Netflixda o'zi dunyo o'sha konveyerga o'tib ketgan. Konveyer deganda bitta xonada bir 15 ta ssenarist va ularni bitta o'zimiz tilda robi bo'ladi. Boshqaradi u ideya, fabula o'sha robniki bo'ladi va rejissyorlik bo'ladi. Yoki rejissyorlik. U glавный ssenaristga zadacha beradi, все, mana shuni odam qil, shu ssenariyni. U o'sha 15 ta ssenaristga zadacha beradi. Bittasi bilasizmi, tekst yozadi uni. Tekst, aynan dialog uchun bir 2-3 ta ssenarist bor. Bittasi syujetniy liniya. Aynan syujet, voqealar ketma-ketligi. 3-chi, 4-chi komanda bor o'zi 2-3 tadan. Qahramonlarni predistoriyasi va qayerga qarab oxiriga yetib kelishi, arkalari, balo-battar hammasiga javob beradigan brigada. Bizda esa bitta ssenarist va o'sha bo'ldi, mana shunaqa. Bizda operatorlar, demak, xususiy studiyalarda, davlat emas, xususiy studiyalarda operatorlar kuchaygan, grimyorlar kuchaygan, mahoratli aktyorlar bor. Faqat rejissyor ham bor. Rejissyorlar ham bor, zo'r rejissyorlar, grafistlar ham bor, montaj ustalari ham bor. Faqat muammo ssenariyda, dramaturglarda. San'at va madaniyat institutida har yili qanchadir dramaturg chiqadi. Ular nima bilan band? Vayno otgan bo'lsa kerak. Yozib berayotgandir. Xo'sh, bu filmni katta kinoteatrlarda ko'rsatishga ruxsat berilmabdi. 18+ bo'lgani uchunmi yoki qonli jang sahnalari bo'lgani uchunmi yoki katta ekranda ko'rsatishga munosib emas deb bilishgani uchunmi? Nima deb o'ylaysiz? Uchalasi ham bo'lishi mumkin. Uchalasida ham agar anaqa nima deydi? Qoralayman desangiz qoralash mumkin, lekin qo'llab-quvvatlayman desangiz, qo'llab-quvvatlaydigan joyi edi. Mana shu holatda ham katta ekranlarda bo'lish kerak. Kerak edi-da. Badiiy kengash bilan bog'liq qandaydir yangiliklar bo'lishi haqida gap so'zlar ommalashdi, aynan kinochilar tizimida. Siz eshitdingizmi? Men eshitdim. Xo'sh, eshitdim. Nimalarni eshitdingiz va nima sizga ma'qul keldi, nima yo'q? Men eshitdimki, Xo'jsovet ishi to'xtatildi deb eshitdim va uni o'rniga har bitta proyektni o'zi temasiga qarab, anaqa stiliga qarab, o'sha sohaga oid mutaxassislar yollanib qilinadi Xo'jsovet deb eshitdim. Men juda xursand bo'ldim bundan. Bu birinchi xursandchiligim. Ikkinchisi, agar davlat o'zbek kinodan tushsangiz, kinoga byudjetni 50%, to есть prokat, kinoni prokatini 50% ijodkorlarni o'ziga beriladi degan gapdan juda xursand bo'ldim. Bu katta motivatsiya. U katta eshiklar ochildi deb hisoblayman.
Tushunarli. Lekin Dachi filmini ko'rgandan keyin baribir badiiy kengash kerak degan xulosaga borib qolinmasmikin? Nima deb o'ylaysiz? Ha. Dachadan keyin bilmayman, men rejissyor emasman-da, Amirxon Siz aka. rejissyorsiz. Men Siz rejissyor aktyorsiz. shunaqa. Siz aktyorlik bo'yicha ustoz va murabbiysiz. Shunaqa. Sizni shogirdlaringiz ham bor. Men o'zim Subyektiv rejissyorlik ham fikringizni bildiring qilganman. mayli. Subyektivmi? Kinoda o'zi dramaturgik qonun qoidaga asoslanib yozilishi kerak. O'zi shu narsa bo'lmagani uchun kinoni zapret qilish xatoda baribir. Baribir xato deb hisoblayman. Qo'yish kerak Zapret edi. qilishiga emas, uni shakllantirish kerak, uni rivojlantirish kerak va rivojlantirishda badiiy kengash bo'lishi kerak, ularning xulosalari bo'lishi kerak. Xo'p mayli, ko'chidan umuman tushunmagan, bu janr tushunmagan emas, tushungan badiiy kengash kerak. Va balki o'sha tushungan badiiy kengash ko'rmagani uchun ham Dachi bugun demak e'tirofga emas, tanqidga uchrayotgandir. Yo'q, e'tirofga ham uchrayapti-ku. Mhm. Faqat tanqid emas, eng qizig'i. Bu eng zo'r narsa kino bozorida. Hamma maqtasa kino yemasligi mumkin. Hamma yomonlasa ham bo'ldi. Kim nima deb maqtadi? O'sha kommentda demoqchiman, raznoglasiya, har xil 50-50. Bu degani, masalan, kimdir 1 tiyinga qimmat desa, kimdir bunaqasi bo'lmagan deyapti. Bu uchinchi odamni qaraydi, qaysi biri o'zim ko'ray, keyin aytaman fikrimni degan narsaga kelishyapti odamlar. Bilasizmi, Dachi bir kunda 5700 ta 4-dan 5-ga o'tar kechasida shuncha покупка bo'ldi ITVda. Bu nimadan bu? Bu zo'r. Chorni pertoj ekan. Lekin kutilgandek bo'ldimi degan savol ham bor. Kutilgandek nima Sizni kutilgandek? shaxsan reaksiyangiz Men qanaqa o'zimni bo'ldi film tayyor bo'lganda ko'rganingizda? Ochig'ini ayting, faqat aldamasdan. juda yoqdi, maza qildim. Chunki men uni birinchi boshlanishida ham o'qiganman. Qanaqa edi va oxiriga kelib qay darajaga aylanganidan juda xursand bo'ldim. Chunki sunnat namozini hech qattiq o'qimagan, professionallam deb hisoblamasdi u kishi o'zini. Birinchi Hozirgina kinoyim ssenariyda deb turib, qanaqadir kayfiyatingiz yomon edi, juda yoqdi deyishingiz endi. Qaysi qiz nima dedim? Dachani ssenariysi no'noq. Yo, ssenariysi klassический dramaturgiya bor, и авторский видение bor. Aha. Bu авторский видение kiradi. Muallifning Umumiy o'zini nuqtai tomoshabin nazari. sifatida oddiy akademik so'zlarni ishlatmasdan Oddiy oddiy tushuntiring, tomoshabin ha. sifatida Dachani ko'rib tugatganingizdan keyin reaksiyangiz qanaqa bo'ldi? Oddiy tomoshabin sifatida maza qildim. Professional sifatida? Professional sifatida qonun qoida bo'lishi kerak edi deb hisobladim. Mualliflik ishi u kishini vizgiladi shunaqa. U yangilik bo'lishi mumkin. Agar biz top-top tashlamasak, mana shu yangi mana bunaqa o'ylangan narsa bu balki hech kim miyasiga kelmagan topilmadir u. Lars von Trier birinchi kino olganida u sen psixozsan, bor davolan deyishgan. U odam keyin xo'p deganda o'ziga o'xshaydigan o'rtoqlari bilan bo'ldi. Men o'z bilgan kinoyimni olaman. U bilgan kinosi qanaqa edi? Dunyo klassический svetlar qo'yib, arilada olsa, u даже svet bo'lmaydi hech qanaqa plashatkada deb hisoblardi. Kamera qo'lda mana bunaqa yuraverish kerak deb hisoblardi. Aktyorlar borku, professional bo'lish kerak emas deb hisoblardi u. Ko'chadagi aktyor idiot degan kinosi bor uni. Ko'rsangiz, даже отражениyalarda kameralar ko'rinib yotadi. 1 tiyinga qimmat deb siz hisoblarsiz. Lekin uni o'zini tomoshabini bor. Men hech narsani hali 1 tiyinga qimmat deganim yo'q. Yo'q, va siz chiroyli sizga gapiryapsiz. Sizga odam ishongisi kelyapti. Filmni xarid qilib ko'rganiga afsuslanayotganligiga nima fikr bildirasiz? Afsus, menga afsus, sog' bo'linglar. Asldan endi men o'zimni fikrimni bildirsam. Yuqorida aytganimdek, kartinka, grafika, grim, montaj, dinamika, hammasi zo'r. Va hattoki ma'nosi ham bor. Oxirdagi sizni monologingizda bor yo'da ma'nosi, mazmuni ham bor, odam o'zi uchun tegishli xulosani chiqaradigan tomonlari ham bor. Bu ma'ni shunchaki tomoshabin sifatidagi fikrim. Sizlarga yoqadigan savollarni, fikrlarni yuqoridagi demak suhbatda men aytib o'tdim. Просто men jahlim chiqadi-da, men jahlim chiqib ketdi hozir. Afsus, menga sog' bo'linglar dedim-ku, men jahlim chiqyapti. Chunki qanaqasiga sen afsuslanasan, qanaqasiga seni aldab laxatron qilishmayapti bu yerda. Qo'lidan kelgancha bor komanda ishlagan. Xatosi bo'lsa, da yoz, po faktu yozsa hamma tushunib turibdi. Nabrot Sunat akani o'zi ham unga nima deydi, befarq emas, tushunyapti. Shu jumladan men ham, lekin men afsuslandim, unaqa qildim. Battar orqaga tortishdi bu o'zbek kinoni. Xo'p, birinchi qadam deb turilibdi-ku, sal yordam beringlar. Endi qachongacha birinchi qadam bo'ladi? Birinchi qadam qachongacha deganingiz nima kino olindi bundan oldin? Zo'r kinolar olindi.
Misol uchun? Ilhaq, Adolat, Mhm. Istanbul aybdor. Istanbul aybdor. Hop. Janrda. Birinchi-ku, men janrni nazarda tutyapman. Siz hozir Bunaqa Ghostwriter'ni aytyapsiz. o'ldi so'ydi, nechinchi yildir Ruh 513 da ham bo'lgan. Ruh 513 va shu boshqa narsa. Xo'p, hazillashyapman. Men tushuntirdim. Yomon emas, juda yaxshi. To'ppa-to'g'ri. Biz rivojlanish bosqichidamiz o'zbek kinosida. Qo'llab-quvvatlashga va qaysidir ma'noda o'sha pul to'lab tomosha qilishga talab bor. Mana yuqorida aytganingizdek 5700 ta odam, demak, pul to'lab tomosha qildi. Ana endi masalan boshqa tomoniga. Hech qancha o'tmasdan shu filmni qaroqchilar ko'chirib tarmoqlarda tarqatganlar ham bor. Ularga munosabatingiz qanday? O'sha men o'zim nima deydi, shukuramdan chiqib ketaveraman, shunaqalarni eshitsam, madaniyatimni saqlab qolishim qiyin bo'ladi. Bunaqa odamlarni qilig'ini eshitsam. Munosabatim qanaqa bo'ladi, Amirxon aka? Men nima deyishim mumkin? Men xohlaganimcha gapirishim mumkin. Mana kinolarda, ssenariylarda haqoratli so'zlar bo'lsa, bemalol aytasiz-ku. Ha. Bu ochiq maydon, bu yerda ham ishlatib ketishingiz mumkin. Unaqa qilmanglar o'rtoqlar, insof bersin sizlarga ham, iltimos. Bo'ldi. Ishonmadik. Ta'sirliroq gapiring. Bularga foydasi yo'q. Ular baribir xo'p aka, sizni ijroingizga gap yo'q deydi-da, darshi qilaveradi, o'ziga yoqqan sahnani qirqib qo'yaveradi. Ularga ta'sir qilmaydi u gap. Men davlatimizdan so'rab qolardim shunga bir chora ko'rishini. Amerikada agar siz o'sha noqonuniy platformadan, piratskiy kanaldan даже просто kirib qo'ysangiz, sizni IP'ingizga, IP kartangizga shtraf kelar ekan. Odamlar shu darajada qo'rqadi. Endi uni primoy piratskiy tarqatishga harakat qilsa, butun umrlik qamoq jazosi. Odam o'ldirishga nechadir yil bo'lishi mumkin, lekin piratskiy ish qilish uchun butun umrlik qamoq jazosi bor. Davlatimizdan iltimos qilaman, shuni qanaqadir qonunan chegaralashni, kontrolga olishni. Men u odamlar bilganini qiladi baribir. O'zida bo'lishi kerak u odam birov mehnatini. Misol uchun borib novvoyxonaga kirib nonni olib o'g'irlash qanaqa yomon narsa. Bu bechara terlab pishib ertalab turgan-ku, xuddi shunaqa narsa bu ham. Savob bo'lsin dedim deydi birovlarga, puli yo'qlar, savob uchun qo'yapmiz deyapti-da bittasi kommentda. Hozir keyin shu bilan taqqosladik-da, o'sha shu fikr keldi menga. Nonni olib qochib, borib birovga berdingmi, tekinga deb, kimgadir qaysi biri savob, qaysi biri gunoh hosal, birinchi aniqlab olinglar oldin. Yana bitta masala, kinochilar uchun imkoniyatlar haqida ko'p gap ketyapti, ayniqsa oxirgi uchrashuv, undagi yangiliklar, lekin baribir o'sha uchrashuvdagi suhbatlarni ham eshitdim, aktyorlarni, taniqlilarni, fikr munosabatlarini, ayniqsa rejissyorlarni. Meni nazarimda xuddiki kinoijodkorlar, ayniqsa rejissyorlar xuddi minnatdor bo'lmaydigan insonlardek. Hukumatdan, o'zbek filmdan, davlat byudjetidan minnatdor bo'lmaydiganlar haqida sizni fikringiz qanaqa? O'zi qanchalik shu yaxshilik qilaversangiz odamga, u shunchalik xarakterini ko'rsataveradi-ku, o'zi munosabatlarimizda ham, yaqin o'rtoqlarimiz bilan. Kim hayotda ham shunaqa o'zi. Qanchalik siz unga ustupkaga borsangiz, u shunchalik o'zinikini talqat qilaveradi. O'zini puliga topib olsin. Bo'ldi, o'zbek kino agar shuna resurslarni qisib, ko'chadan pul top, o'zing gardaningga mas'uliyatni ol, pulni qaytarib berishingni yo'lini o'yla, men yordam bermayman senga. Deganda edi, ana rejissyor ko'chadan qarz olib, uyini kerak bo'lsa zalogga qo'yib, yo mashinasini qo'yib olganda edi kino, uni sotish uchun borku, bilasizmi nima qilardi rejissyor? Hamma narsaga tayyor bo'ladi. Hamma yo'lni qilib ko'radi. Sabablarni qilsak biz qo'ygan xudodan deymiz-ku, o'sha sababi nechta bo'lsa qilardi-da, u o'zidan o'zi erishardi. O'sha kassani ham 10 baravar yopadi kerak bo'lsa. Birinchi bo'lsa hajab ishonch ola olardi. Hozir ishonch ham ola olmayapti-ku bitta kino bilan. Lekin puli qayerga ketdi desa, bil o'sha ketdi-da endi kinoga deydi. Kim joyiga qo'yadi desa, yo'q. Go'sproyekt chunki. Men bu sistemaga har doim qarshi bo'lganman. Kino o'zini pulni oqlash shart deb hisoblayman. Oqlamasa u Gollivudda bilasizmi? Bitta rejissyor karyerasi shunaqa xurstalni, shunaqa nozik. Bitta kino oladi, 5-6 yil vaqt ketadi. Agar o'sha kinosi niday bu o'xshamasa, hech qachon unga shans berilmaydi. Hech qachon. Ikkinchi shans berilmaydi ularga. O'sha kim biz bilgan Nolan, Damien Chazelle'mi, Denis Villeneuve'mi hozirgi kunda Gollivudda eng
piklaridan hisoblasak, endi bilmayman qanaqa asabi bor ularni, qanaqa talant, qanaqa mehnat ketyapti-da, ularni har bitta kinosi chunki o'xshayapti, yeyapti, kassa qilyapti. Bu kassa qilgandagina prodyuserlarga ular ma'qul keladi. Chunki Gollivud tepasida hech qanaqa ijodkor, san'at tushunadigan odam o'tirmayapti. Columbia Picturesmi, Metro Goldwyn Mayermi, u yoqda faqat biznesmenlar bor. Kinoga qizig'i yo'q ularga, nima kino. U pulini qaytarsa bo'ldi ularning maqsadi. A rejissyorlar aytdi, o'sha risk bo'yniga oladi. Men shu kinomni olaman, agar pulni ishlamasa, men bu o'yindan chiqib ketaman butun umrga deydi. Kerak bo'lsa Michael Bay, Michael Mann degan rejissyorlar hozir yo'q. Transformerlarni olgan, sxvatkalarni olgan, Olgan ishi o'zini oqlamagani uchun. Da, borib bittasi oqlamadi, o'sha anaqa karyerasiga ketdi-da. Ikkinchi marta olyapti. Mayli, yana shans, shuncha qilgan hurmating uchun, shuncha olgan kinolaring hurmati, yana bitta shans deydi. Ikkinchisida ham ola olmadimi? Kassa qila olmadimi? Bo'ldi, tugadi karyera. Qaytib shunga hech kim bermaydi. Kino. Mana shunaqa risk bo'yniga olsagina olsin kino. Tushunarli. Hattoki oddiy vaqt va va'da tartibiga ham rioya qilmaydiganlar sferasida ishlaysiz, bilasizmi? Siz ishlaydigan sferadagi rejissyorlar shu darajada betayinki, men buni shunchaki tomoshabin emas, televideniya vakili sifatida aytyapman. Ko'rgansiz, ishlab ko'rgansiz. Telekanal, serial, kino rejissyorlarni tartibga rioya qilmasligidan, bemas'uliyatligidan, pulni yeb ketishidan, firibgarligidan aziyat chekkan. Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa. Bugun pul ishlab olay deydi. Bugun nimadir uchastka qurib olay. Bugun o'g'limga mashina beray. Bugun nimadir qilib olay. Ertaga bu shans bo'ladimi yo'qmi? Sen shuni hozir emas, sen ertangni o'yla, shuni sen vijdonan aldamasdan bitirib ber. Uni o'sha rezultati, o'sha kino balki butun umr boqar seni. James Cameron haligacha boqadi o'sha kinolar. Nima qilasan o'sha? Tushundingizmi? Tushunarli. Kinochilarga imkoniyat ko'p bo'lyapti, ularga eshiklar ochilyapti, qo'llab-quvvatlanyapti, ammo lekin biroq o'z ishini halol va chiroyli natija bilan qilmaganlarni jazolash ham kerak. Kerak. Sizga rahmat, tashrif uchun tashakkur, mazmunli suhbat uchun katta rahmat. Sizga ham rahmat. Yangi filmlar, yangi ampulalarda sizni tomosha qilishni, yangi seriallarda va umuman o'zbek kinosi yangi darajaga chiqishida sababchi bo'lishingizni tilab qolamiz. Ilohim, rahmat.